Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilarim. Bugun sizlar bilan munosabatlarni shukur orqali davolash haqida gaplashamiz. Qanday qilib to'g'ri shukur aytish orqali, minnatdor bo'lish orqali sizning munosabatlaringizni shifoga olib kelish mumkinligi haqida eng kerakli texnika va bilimlarni bo'lishaman. Bilasizmi, shukur va minnatdorchilik shunaqa katta kuch va qudratga egaki, bu sizni hamma sohada barakalaydi. Ya'ni hattoki pulda, hattoki munosabatlarda istagan sohangizda o'sish bo'ladi. Eng qizig'i, siz bir munosabat uchun minnatdor bo'lar ekansiz, hamma bilan munosabatingiz yaxshi bo'ladi. Siz qaynonangiz bilan munosabatni yaxshilash uchun bugun o'rgatadigan texnikam bo'yicha minnatdor bo'lib shukur aytyapsiz, lekin boshqa insonlar bilan ham hayotingiz sifati o'zgaradi. Buni albatta bugungi darsdan keyin sinab ko'rasiz. Bilasizmi, munosabatlardagi eng kuchli qurol bu shukur va minnatdorchilik. Minnatdorlik insonni qilgan yaxshiliklarni qadrlash, boshqalarning mehrini ko'rish va ichki ruhiy holatini barqaror qiladi. Agar shukur qilsangiz sizga ziyoda beraman deyilgan, bu faqat mol, dunyo, sog'lik emas, balkim munosabatlarga ham tegishli. Bilasizmi, bugun ustoz shogird kursimiz bo'ldi va ana shu kursimizdagi o'quvchimiz aytyapti. Qaynonam bilan munosabatlarimda bir ozgina ziddiyatli vaziyat bo'ldi va men bordimda, u kishini shartta quchoqladim. Vorisga shukur oyijon deb aytdim. Qaynonamning ko'zlari katta-katta bo'lib, shunaqa boshqa xil bo'lib, hali so'z bilan tushuntirib bera olmayman, munosabatlarimiz shu darajada yaxshilandi deyaptilar. Siz kimnidir oldiga borib, u insonni yaxshi ko'rishingizni nafaqat o'ziga aytishingiz, balkim masofadan u insonga sevgi yo'llashingiz ham juda ham katta energiya beradi. Chunki bir hadis bor, sallallohu alayhi vasallam, mo'min odam bir mo'minni yaxshi ko'rsa, uni borib aytish kerak deb eshitgan bo'lishingiz mumkin yoki o'qigan bo'lishingiz mumkin. Bu bor gap. Aynan ana shu insonga borib, boringiz shukur, yaxshiyamsan borsan, minnatdorman borliging uchun deb aytar ekansiz, u inson bilan munosabatlaringiz juda katta tezlikda tiklanishni boshlaydi. Lekin shu darajada munosabatlar buzilganki, siz u inson bilan ko'rishishga imkoniyatingiz yo'q, ko'rishni xohlamaysiz va hokazo jarayonlar bor bo'lsa, siz masofadan turib u insonga ko'zlaringizni yumgan holatda, ichki sakinatni his qilgan holatda, o'zingizga nur tushirib, yengil holatda o'sha insonni borligi uchun shukr aytar ekansiz, u inson bilan o'z-o'zidan munosabatlaringiz yaxshilanayotganini ko'rasiz. Misol uchun, shukur va minnatdorchilikning qudrati munosabatlardagi eng kuchli qurol. Bu shukur va minnatdorlik insonni qilgan yaxshiliklarini qadrlash. Ko'pchilik o'zini kim qadrini bilsa o'sha odam oldiga borgisi keladi. U o'z-o'zidan chastota bo'lib tortiladi va siz kimnidir borligi uchun shukr aytib, minnatdor bo'lganingizda o'z-o'zidan sizni odamlar qadringizga yetisha boshlaydi va siz ham u insonga qadr berganingiz uchun u inson sizga talpinadi. Qarang, beryapsiz va boshqa tomondan deyarli hamma sizni qadringizga yetyapti. Siz bitta sizga ozor bergan, siz xafa bo'lgan yoki kimdir bilan munosabatlarni tiklashni xohlaydigan insonni shunchaki borligi uchun shu inson sizni hayotingizga dars bo'lib kelgan, nimadir anglatish uchun kelgan, to'g'ri hozir anglamayotgan bo'lishingiz mumkin. Allohim roziman, o'zing anglatgin, qanaqa bu insondan darsim bor deb shu insonni borligi uchun shukr aytar ekansiz, shunaqangi hayotingizda super o'zgarishlar bo'ladi. Nimaga? Chunki qaytim qonuni bor. Siz bir insonni borligi uchun shukr aytar ekansiz, aynan bu yerda minnatdorchilik insonni qilgan yaxshiliklari boshqalarga mehrini ko'rsatish orqali, siz tortishish kuchi orqali hammasi, ko'pchilik, men dars boshida aytdim, siz bir kishini minnatdor bo'lar ekansiz, hamma bilan munosabatingiz yaxshi bo'lib ketadi. Aynan minnatdorchilik insonni qilgan yaxshiliklarini qadrlash, boshqalarning mehrini ko'rish va ichki ruhiy holatini barqarorlashtiradi. Eng qizig'i, biz noshukur bo'lgan vaqtimizda, kimdir bilan munosabatimiz buzilgan vaqtda qalbimizda bilasizmi nima paydo bo'ladi? Buyuklar, yopilish, bag'ir, qalb torayadi. Shuning uchun Toho surasida Allohim bag'rimni keng qil deyilgan duo shunaqa katta tezlikda ishlab, haligi nafaqat o'sha payg'ambar vaziyatini o'zgartirib beradi, o'sha suradagi. Haligacha kim ana shu Toho surasida Allohim mani ilmga qalbimni keng qilgin, yo turmush o'rtog'imga mani qalbimni keng qilgin, qaynonamga mani qalbimni keng qilgin desa, o'sha insonni so'ragani bo'ladi. Siz kim bilan munosabatingiz yaxshi emas va kechira olmayapsiz. Birinchi qiladigan ishingiz chin dildan ana shu yerda Allohdan so'raysiz. Allohim mana shu insonga nisbatan qalbimni keng qilgin.
Shu insonga nisbatan mani dilimga muhabbat sol va qalbimni keng qil. Chunki birinchi qadam siz tashlaysiz. Siz Allohning bir dona mavjudotiga, yaratganiga qalbingizni keng qilishini so'rar ekansiz, Alloh sizga bandalarni qalbini keng qilib qo'yadi. Bandalarini sevgisini sizga ochib to'kib qo'yadi. Endi shukr va minnatdorchilik qudrati munosabatlardagi eng kuchli qurol. Bu shukr, minnatdor bo'lish, insonning qilgan yaxshiliklarini qadrlash dedik. Agar shukr qilsangiz, sizga ziyodasini beraman dedi Alloh. Aynan shuning mazmuni shundaki, siz bir narsa uchun shukr qilar ekansiz, tashqaridan son sanoqsiz sizga muhabbat energiyasi yog'ilishi boshlaydi. Eslataman, munosabatlarda ham. Endi munosabatlardagi minnatdorchilikning kuchi har bir yaxshi so'z, kulgu, e'tibor, shukr obyektida turadi. Minnatdorlik qilgan odamning ruhiy vibratsiyasi oshadi. Chastotangizni oshirishi, duolaringiz ijobat bo'lishini xohlaysizmi? Hamma narsadan minnatdor bo'ling. Nimaga? Chunki sizga kerak hayotingiz o'zgarishi. Agar o'zgarish xohlamasangiz, bemalol xohlagancha yomon ko'ring, nafratlaning, qo'yvormang, kechirmang. Davom eting. Axir sizga tanangiz kerak emas-ku. Siz uni tezroq kasal qilmoqchi, tezroq unda mikroviruslarni ko'paytirib, tez-tez shamollatmoqchi, oshqozoningizda yazvalar qilmoqchi. Agar bu sizga kerak bo'lmasa, shu lahzaning o'zidayoq insonlarni kechirishni boshlang. Nima uchun? Ularni Alloh yaratgani uchun. Ularni siz yaratmagansiz, ularni jamiyat yaratmagan, ularni Alloh yaratgan. Shunday xarakter bergan, shunday xususiyat bergan. Muhokama qilishga haqqimiz yo'q. Muhokama qildikmi, shaytonning kibri kirdi. Nima uchun meni erim bunaqa? Nimaga menga baqirdi? Nimaga meni so'kdi? Ya'ni shayton nima dedi? Nega odamni yaratding? Nega odamga buncha ne'mat berding? Men loyiq edim-ku. Nega uning bolaligi zo'r o'tyapti, meniki emas? Nega uning qizida hamma narsa bor, menda yo'q? Nega mana shuncha ayollar sovg'ada yashayapti, menda yo'q? Shoshma, sen shu narsalarga erishish uchun nima qilding? O'sha senga qo'pollik qilgan inson senga yaxshi munosabatda bo'lishi uchun sen o'zingga yaxshi munosabat ko'rsatdingmi? Balkim u inson, sen qadringga yet o'zingni. Sen bunaqa yerga urma qadringni tushunishingiz uchun shunday sizga nisbatan sovuq munosabatda bo'lgandir. Endi qanday qilamiz? Har bir ayol erining ichki yordamidan doimiy ichida eriga nisbatan rahmat energiyasida, minnatdorchilik energiyasida bo'lar ekan har bir ayol, bu ayolning chastotasi, vibratsiyasi juda ham baland bo'ladi. Nima qilamiz? Qanday yozamiz munosabatlarda shukronalikni? Yaqinroq keling. Qo'lingizga ruchka daftar olasiz. Kim sizni xafa qilgan? O'sha insonning rasmini oling va unga mehrli ko'zlaringiz bilan qarab energiya yuboring. Ana shu inson meni xafa qilgan, buni tan olaman. Men bu insondan xafa bo'lganman, buni ham tan olaman. Lekin hozir men qaror qildim. Hali kechirganingiz yo'q, qaror qildingiz. Mana shu insonni kechirishga. Va shu insonni hayotingizga kelgandan keyin o'zingizni qadrlashga o'rgangandirsiz. Nimagadir o'rgandingiz. Hech bo'lmasa sukutga o'rgangandirsiz. Hech bo'lmaganda dili og'rish qanaqaligini sizga tushuntirib qo'ygandir. Qattiq gapirganda. Mana shu insonni borligi uchun, mana shu inson bilan tanishtirgani uchun va endi shu insonni yaxshi odatlarini ko'rishni boshlaganingiz uchun minnatdor bo'ling va u inson bilan qanaqa shaklga kelishni xohlaysiz? Misol uchun o'ta samimiy yozasiz. Allohim, erim bilan munosabatlarim kundan kunga yaxshilanayotgani uchun minnatdorman, shukronalik keltiraman. Allohim, erim har kuni menga kulib qarayotgani uchun minnatdorman, shukronalik keltiraman. Erim menga sovg'alar, kuchli e'tibor, muhabbat berayotgani uchun minnatdorman. Erim meni har bitta harakatimni qo'llab-quvvatlayotgani uchun minnatdorman, shukronalik keltiraman. Alhamdulillah. Aynan shu yerda siz erim so'zini qaynonam, farzandim, kelinim, dugonam, ovsinim, qaynopam so'zlariga o'zgartirishingiz mumkin. Hammasi sizni o'zingizga bog'liq. Ustoz har qancha sizga ma'ruza o'qimasin, siz xohlamas ekansiz, buning foydasi yo'q. Xohish esa sizni o'zingizda bo'ladi. Insonda odob bor, axloq bor. Odobni sizga ustoz o'rgata oladi, axloq sizda tug'ma bo'ladi. Axloqingizda kechirim bo'lmaskan, uni ustoz sizga kirita olmaydi. Axloqingizni faqatgina o'zingiz tuzata olasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan Rizo darsimizning birinchi video darsini ko'rib o'tdik. Agar sizga yoqgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.